Haqiqiy erkak kishi o'zi aslida ishi ko'pligidan maza qiladi, emotsiya oladi. Mana qo'liga tegmasdan shunaqa ish ko'payib ketadi-yu. O'zi erkak kishida mana shunaqa bo'lishi kerak. Fiziki charchashi mumkin, lekin aslida u maza qiladi. Ishsizlik yomon narsa. Erkak kishi ishsiz qoldimi, bu uni yeb bitiradi. Sabr degani shikoyat qilmaslik. Alloh bergan kunga rozi bo'lishlik. Alloh bergan kunga qanoat qilishlik. Chunki sizga yoqmayotgan shu kun bundan bettarroq bo'lishi mumkin edi. Sen birodar, ey Robbim, bergan kuningdan roziman degin. Shunday deginda ehtiyot bo'l. Bergan kuningga roziman deginda ehtiyot bo'lgin. Orqasidan meni sinagin, har qanaqa kuningga turib beraman devormagin. Ma'qulmi? Roziman deginda uni orqasidan ofiyating men uchun yaxshiroqda deb qo'ygin. Parvardigor, bergan kuningga roziman, kunimdan roziman, lekin ofiyating yaxshiroq men uchun. Tun qancha cho'zilmasin, chorasiz kun albatta chiqar. Umr qancha cho'zilmasin, chorasiz inson qabrga kirar. Agar so'rasang, Allohdan so'ra. Ko'mak tilasang, Allohdan tila va bilginki, butun ummat senga biron bir foyda yetkazish uchun jamlansa, ular senga faqatgina Alloh yozgan foydani keltira oladi. Butun ummat. Agar butun ummat senga zarar yetkazishlik maqsadida to'plansa, ular Alloh yozganidan oshiqcha zarar yetkaza olmaydi. Chunki seni ustingga keladigan yaxshi yomon kunni yozgan qalam ko'tarildi, sahifalar quridi. Ish bitdi. Alloh taolo o'zini mo'min bandasini hech qachon qiylanishini xohlamaydi. Alloh taolo bandalariga zarracha zulm qilmaydi. Lekin bandalari o'zlariga o'zlari zulm qiladi. Hatto Alloh taolo bir mo'min bandasiga kasalni, dardni berganda ham mana shu narsa ham uchun bo'lgan rahmat. Chunki gunohlari shu bilan nima bo'ladi? Yuviladi. Gaplashaylik ko'ngildan, quruq gapni qo'ysangchi. Tosh otdilar sinmadim, gul bilan urmasangchi. Qalbda o't, bag'rim yara, ko'p dardni yengdim qara. Haqqimda marddan so'ra, nomardlarni qo'ysangchi. Bilasizmi nima? Alloh sizga juda go'zal taqdir yozgan. Xotirjam bo'ling, sabr qiling, doim shukurda bo'ling. Allohga ishoning va unga tavakkal qiling. Vaqti kelganda ko'rasiz, duolaringizda yashayotgan bo'lasiz. Sabr, duo va shukr. Shunaqa.